Gollandiya Yaşa Uyghur Təşkilatının 3-cü növbətlik rəis sayılımı Gollandiyanın Helmond şəhərində elib verildi. Assalamu aleykum hörmətlik anlıqçılar. Anlavatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu. Bugünkü anlatışımızda Gollandiyada fəaliyyət elib beriyotqan Gollandiya Yaşa Uyghur Təşkilatının 3-cü növbətlik rəis sayılımı toğrusidagi xəbərini sizlərə təfsili tunuşturamiz. 2026 yılı Qahırtanның 18. günü Gollandiyanın Helmond şəhərində ötküzülgən məzkur təşkilatның yıllık xulası yığınında təşkilatның maliyyə dokulatı anlatılıb, yeni əzalar tunuşturuldu. Ondan demokratik, uçuq və adil şəkildə rəis sayılımı elib verildi. Saylam nəticəsində yaş fəaliyyətçilərdən biri bolğan Mir Ali Salay əpəndi köp avaz bilan təşkilatның yeni rəisligiga saylandı. Şunun bilan bir vaqtda təşkilatның bugünkü səviyyəyə yetişində zor tökpü qoşqan sabiq rəis Abdusalam G'ani əpəndiga barlıq əzalarının çin köngüldən rəhməti bildirildi. Bugün biz muşu iki rəhbər bilan naq meydan telefon ziyarəti elib berib, təşkilatның ötən yolu və kəlgüsü nişanları haqqında paranlaşımız. Hörmətli radio anlıqçılar, hazır telefon liniyamızda Gollandiya Yaşa Uyghur Təşkilatının sabiq rəisi, uzun yıl təşkilatqa yetəkçilik qılğan aktiv fəaliyyətçi Abdusalam G'ani əpəndi var. Assalamu aleykum Abdusalam əpəndi. Aldı bilan Yaşa Uyghur Təşkilatını radio anlıqçılarımızga qısqacha tunuşturuş bilan birlikdə ötən məzgildə təşkilatqa rəhbərlik qılğan vaqtınızda ən əhəmiyyətli deb qaralğan işləriniz qaysı? Şunu bir sözləb bərsiniz. Ve aleyküm esselam. Aldı bilen köp rahmet. Bizning bu saylam to'g'risida maxsus vaqtingizni, programmingizni ajratib program ishlayman deb telefon qilganingizga köp rahmet. Sizmi bu media sohasida jiq bo'shliqlar ketdi, shuni to'ldirma deb jiq kuchayotsiz, uningga rahmet. Endi sualingizga kelsak, biz endi 2018'de resmi Yaşa Uyghur degan ism bilan resmi Gollandiyaning shu organ boshqarish sistemasiga kirib turib qilgandan tortib bo'lgan faoliyatlarni qarasaqmi, nurg'un faaliyet var. Şuna bu faaliyetlerin işleri en ehemmiyetli qaysi deb tanlashma bir darroga cevap verish tez olgan bir meseleke. Çünkü nurg'un her xil faaliyetler var. Her xil faaliyet özünün kategorisida özgü ehemmiyeti cho'nqur bo'ladi. Bu namoyishlar var. Namoyishlarda bo'ylagan chig'imda namoyishlardan Volkswagen namoyishi ve gerek en ehemmiyetliki özünki kölüm bolsun. Mesela biz Gollandiyada biz ancak qilganchigimizda 6-7 yerga bir qitimda shu Volkswagenni sotadigan 6 yerga chiqib namoyish qilganda o namoyishning natijasi bo'lgan bir namoyish ham. Lekin bir yilda qildik o namoyishni. Qish demidik, yoz demidik, yomg'ir qor demidik. Meyli xalqni qo'zg'ash jihatdan bo'lsin, meyli xalqarалық birlikda ish qilish jihatdan bo'lsin, meyli uning chetilish doirasi va unum hosil qilish jihatdan bo'lsin, bir Sharq Turkistonlikniki diasporada qilgan namoyishlarning ichida bir ko'zi ko'rnalik bir ish ham yo'q. Shu va andan keyin nurg'un ijtimoiy faoliyatlarimiz var, tantarbiya bo'lib, futbol faoliyatlar var. Hem de en çok faaliyetini hem de futbolunu öz işiga algan tantarbiya ve başka oyun karakterlik ballar qilgan ehemmiyetli bir kun faaliyetimiz var. Bu faaliyetimiz ama ismidan chiqib turdi va ehemmiyetlik deb. Bo'ladi buningki shu ikkinchi qitimligi bek yaxshi bo'lgan deb qarayman. Chunki onunda mash ballar hozirgacha davomlashayotgan o zalning ichida bir kunlik bir oyun karakterlik programlar vardı. Hem Uygurlarını bulup lager meselesini
qirg'inchilikni tunishtiradigan ko'rgazma bo'lyapti cho'ng bir zalda. Andan keyin Uyg'ur kiyim-kechak va musiqalarni jonli ashada naq maydondan chelib jonliq muzika duttatan bir bo'lyapti-da. Bu yerga ham chet elliklar jiq kelgan ham o'zimizniki Sharq Turkistonlik Uyg'urlar olsun nurg'un bir kun rasmiy cho'ng bir faoliyat bo'lgan. Ve undan başka xalqarada başka teşkilatlar bilen bo'layli nurg'un hamkorlik faoliyatlarim bo'lgan. Onun gerek mesela imza toplangan faoliyat oldu mesela mustaqilchilarninki Xitoyda bo'layli. Meyli bizni xato yo'lga boshlayotgan bu da'vorimizning jiddiyatini emas, boshqa yo'llarga aktif bo'lgan tashkilotlar qarata xalqning fikrini rətləydiğən, oңşaydiğən fəaliyyətlərdən bolduq. Ularmı yığıb etsaq, nurg'un fəaliyyətlər var. Bu jarayonda təcavüz Xitoyning düşmən ekanligini unutib qolmaylar. Shu yo'lda shu chet eldagi bo'lib Gollandiyadagi da'vorimizni, kurishimizni to'g'rilaydigan texmi kuchlantiradigan niyatda qilgan har qanday ishimiz ahamiyatlik bo'lib keldi deb o'ylayman. Rahmat sizga. Sizdan so'raydigan yana bir savolim, raislik vazifasini yangi bir yosh rahbarga topshirib berish to'g'risida qanday hissiyotda bo'ldingiz? Endi bu bizning bu da'vo qandaydir shaxsning yo bir ikki tashkilotning bunda ko'rishi emas. Bu butun Sharq Turkistonlikninki, jumlada Uyg'urlarninki, butun millatninki besilingan bir millatning buningdan qutulish, besilishdan qutulish maqsad qilingan bir cho'ng bir ish bu. Butun millat qo'pib qiladigan-da billa. Şuna bu aş çoğlardan qilib, kichiklar qilib, ular qirganda ulardan kichiklar qilib bu avlod davomlashdi. Qachonki biz Xitoydan haydab chiqarib o'zimizning erkinligiga erishguncha. Şuna bu cho'qimlar tabiiy xarakterli bor-da, bu yoshlar qoladi bu ish. Qolgani Allohga oson birdamda bo'lib ketsa bo'lib ketadi ba'zi ishlar. Bo'lmasa shu diasporada yana qilib qolib yo'qolib ketguncha biz qıpmağımız. Sonra bu yaşlar kalıdı. Qanchaki bu yaşlarını iştik terbiyelep bu işe çıkıp açıkıp tayyor qila olsak shuncha baldo ular bu ishlar kirishib, yenimizde turib, ügünüp, anondan keyin bizden ip mangıdı. Yaşlar bizi qaraganda bir yerda texmo bekrek o'qigan, ilm-ta'limini olgan bo'lganligi uchun ishtik ishlarni bizi qaraganda chaqqaroq va ba'zi ishlarni haqiqatan bizi qaraganda sifatliroq qila oladi. Şuna bulupmu bu qitimda bizning şu qevindişimiz Merali özümüzden aldıda kichik chiqqan bu vatanda. Özümüzden aldı degidek cho'ng oldu da endi. Cho'ng olup biz bilan nurg'un ishlarni birga qilishib özümüzden aldıda şu tayyor olup pishib yetilib tayyor olup ma ishni qilaman mana biz ba yoshlar bizga topshirsanglar ip mangimiz bizmi degidek bo'lganligi meni haqiqatan bek ta'sirlantirdi. Bundan men bek hoş oldum, bek xotirjam oldum ve bizga bu kuchda bu, boylik bu. Bu bolalar mangsa biz keyinda yana davomli texmo shu bilan hozirgacha chiqqan tajribamiz bilan mangimiz. Buna bek yaxshi bir hissiyotdaman. Abdusalom Efendi, yangi saylangan rais Mirali Salay Efendiga qanday umid talablaringiz bor? Hozir deb o'tib ketdim. Ozroq endi bu qanday hissiyot bo'lganligimni. Qanday umid talablar bor degan chog'da eng az bizchilik bu ishga astoydillik va izchillik bilan qilishni umid qilaman. Elbette bizden neçesi aşırıp texmi sübetlik, texmi ehmiyetlik işlerini qilishni umid qilamiz, arzu qilamiz. Bular texmi bizga qaraganda tilni yaxshi biladi. Bizga qaraganda texmi Gollandiyaning, Yevropaning, chet elning
qanday ish bajarishligini, bularning kültürünü, her xil nimelerini bizden texmi yaxshi moslashgan bo'ladi. Shunga bularning ishlarining texmi unumlik qilishini, texmi ijodchanlik bilan, texmi astoydillik bilan qilishini talab qilamiz. Ahırda Gollandiyadaki ve Avrupa'daki şundakla bütün dünyadaki Uygur yaşlarına tavsiyeniz nime? Hem de bütün diaspora yoki Gollandiya, Yevropa'daki Uygur yaşlarına bizning bu tashkilotning ismi Yasha Uyg'ur deb jiq Gollandiyada hozir uchun ba'zi yoshlar deb chaqirib qoladi. Ama Yasha Uyg'ur burun biz Yoshlar partiyasi deb chiqqanligimiz uchun burun 2010da, 2009, 2011'deki mesela birinci qitimliq erkinlik nonqusimiz musobaqasi o'rinlashtirgan vaqtlarimizda Yoshlar partiyasi deb chiqqanligimiz uchun ashtaraq esida qolgan bo'lishicha Yasha Uyg'ur degan yosh degan gap bo'lganligi uchun sal aralashtirib qo'ydim. Lekin yana ko'pinchisi bu yoshlarning tashkiloti deydi. U yoshlarning tashkiloti degan chog'da bizmi yoshdik burun, hozir bir yerdan 20 necha yil yashash jarayonida bizmi bir yerga bordik dedi. Yaşımız 40'da iş 50 ketib bordi. Şuna amma Yasha Uyg'ur olsun bunun ichida bir yoshlarga xizmat qilish deydigan bir ro'yimiz var. Burundan prinsip olsun. Prinsip desek bo'ladi. Yoshlarga bir kerak biz harakatlantirish kerak bo'lgan qo'shin ashu deb qaraymiz-da. Şuna bu ismning yoshlar bilan bog'lanib shunda tushunishimi bu bizning bir ortiqchiligimiz. Xo'shal bo'lgan, o'zimizmi xo'shal bo'lgan taraf bu. Hem de şuna bu yoshlarga tavsiya bergan chog'da ümidsizlanmaslik kerak. Anandan keyin igi chiqish kerak bu ishga. Chunki bu o'zimizning ishi. Bu boshqalardan yana bir davlat bu hech kimdan boshda umid kutmay o'zimizga ishonishimiz kerak. Bu o'zimizning ishi bo'lganiga o'zimiz mayli cho'ng bo'lib ketaylik, kichik bo'lib ketaylik, yo'g'on ishlarni qila olaylik, qilolmaylik, nurg'un xalqarалық kun tartibga kelsin kelmasin bu o'zimizning ishi, bu dunyo o'zimizning dunyosi. O'zimiz yaratimiz kichik bo'lsin, o'zimizning kichik qilib yaratimiz, cho'ng bo'lsa cho'ng bo'ladi. Ashta qilib bunga ega chiqib menish kerak. Hamda bu yoshlar her xil bo'ladi. Xuddi Uyg'urning orasida her xil jamoat olsun, her xil fikir olsun, her xil top bir cho'ng bir millatning bo'lgandan keyin buning ichida har xil odam bo'ldi, fikrlar har xil oldu. Shunga bekerek tavsiyalarim xalqarалық her xillikdan paylanib turib, lekin xalqarалық bir birlikni oshirish g'oyasi bo'lish kerak yoshlarda. Çünkü yaşlardan ochiq fikrlikni talab qilib bu yerda cho'ng bo'lgan, jahon ko'rgan, ilm olgan, hem sharq olsun, g'arb olsun, yoki demokratiya olsun, yoki bekerek an'ana ko'ngillikni yoqlash tarafidagilar olsun. Hammasida bir qanday olmasin boshqalarning fikrini anglab boqay deydigan bir pozitsiya bo'ladi hamda. Cho'nglarga qaraganda bekerek bo'lish mumkinligi cho'ng yoshlarda. Shunga ochiq fikrlik bo'lish kerak, süzük bo'lish kerak kalla ve bir-biri bilan aloqa qilganda süzüklikka bo'lish kerak. Xotirjam fikrni bayon qila oladigan bo'lish kerak. Farqli fikrdagi yoshlar bir-birini boyliq deb bilish kerak. Bir-birini to'liqlashi, o'zaro aloqa qiladigan so'rovlarni ko'paytirishi, ochiq va süzüklik bilan o'zaro munozara qilishi, şu asasda asta bir birlik kurup çıkılış gerek endi. Bu birlik asası kurulmay turib, her qancha cho'ng yer bilan ko'rishib, rasmga tushib, yana bölüm qilib ketsekmi, yig'inlar ichib ketsekmi, bir ish bo'lib ketmaydi. Uning foydasi unchalik bo'lib ketmaydi biz ko'rdigandek. Chunki bir ish bir kun tartib chiqqaniga yo'qolib ketadi. Lekin agar bir xalqarалық bir birlik shakllansa, Sharq Turkistonlikninki diasporasi. Bu bizning qanchalik cho'ng boyliqqa qanchalik asosini qurib qo'ygan bo'lamiz uchun. Chunki bizning bu da'vo biz xalqaro bir
Pozor degan nima bo'ldi? Doim setiladi. Bu aniq bu. Mana shunday ma'noda bu ish. Endi biz bir yoki olsaqchi desak, baharimiz yuqoriroq bo'ladi setilganda. Bizga tegadigan naf cho'ngroq bo'ladi, yuqoriroq bo'ladi. Shunga axir ta'kidlaydiganim yoshlarda ochiq kalla, süzük muomala. Rahmat sizga Abdusalom apandi, tashkilotga qo'shgan to'kpilaringiz uchun barliq radio anglovchilar nomidan sizga chin ko'nglimizdan tashakkurimizni aytamiz. Rahmat sizga. Radio anglovchilar, hozir telefon liniyamizda Gollandiya Yasha Uyg'ur tashkilotining yangi saylangan raisi Mirali Salay apandi bor. Mirali apandi, oldi bilan sizni tabriklaymiz. Siz raislikka saylangandan keyin tunji hissiyotingiz qanday bo'ldi? Men aytib xo'sha bo'ldim. Bizning tashkilotga har bir a'zoning menga ishonchi yuqori bo'lganda his qilish bek güzel ve xo'shal bir hissiyat ve bunun yenidan ağır bir bisim geldi çünkü bu asan bir rol emas. Saylam jarayonida tunishtirgan faoliyat planlaringizdan eng muhim deb qaraganlaringiz qaysi? Endi mening asosan bir endi her bir planni deb o'tmasammi, muhimi bizga hozir yoshlar. Burundan tortib Gollandiyada cho'ng bo'lgan yoshlar bor. Bu yerda yangidan kelib oila qurib ya da o'qiyotgan yoshlar bor. Ve bularni bir-birisiga tunishtirish va o'zimizning qaytadan shu uyg'urliklarimizni his qilish uchun to'g'riliq faoliyatlar o'tkazishga nishonlandim. Muhimi shu, biz birlikka kelsak, qanday faoliyat bo'lsin. Andin ikkinchisi shu yoshlarni bir-birisiga tunishtirib birlikka kelish uchun faoliyatlar qilish. Yasha Uyg'ur tashkilotining kelgusida qaysi sohalarga ko'proq kuch sarf qilishini planlayapsiz? Şu abaydan deb o'tgandek, bizga shu Yasha Uyg'ur tashkilotining umumiy hamda bizning Uyg'ur yoshlarga kuchimiz muhim deb ko'rgan ideya bilan davom qilmoqchi. Men o'zim his qilgan narsadan biz xeyli uzun bir mezgil endi bir o'ttirliqdagi 20-35 yosh araliqdagi yoshlarga biza unutib qolyapmiz. Men o'zim 27 yosh suputim bilan buni atrofimdagilarda his qilyapman. Çünkü ular endi deydi tashkilotlar borki, bu tashkilotlar nima deb biz tunmaymiz deb o'tdik. Ve biz bu xatoni endi o'zimdanmi ko'rma. Çünkü biz şu yoshlarga birlikka keltirib kuchlantirsak, bizning kelgusimiz tug'imi ochiq bo'lishga ishonaman. Çünkü hem bu yoshlarmi yetilib chiqayotgan yoshlar ve bir endi tijoriy ya da ma'rif tarafidan yetilib chiqayotgan yoshlarni tug'imi kuchlantirib, tug'imi yaxshi o'rinlarga ekilib, kelgusimizdagi ve bularning bolalarigami tug'imi ochiq yo'l qilish uchun ve eng oxirida Sharq Turkistonni ozod qilish uchun yo'l yo'nalishimiz kerak deb o'ylayman. Yoshlarni tashkilot xizmatiga texmi aktiv qatnashtirish uchun qanday choralar bor? Yomon bir tez ve keng bir savol deb o'ylayman. Çünkü birinchidan yoshlar tashkilotlardan uzoq turish sebebi men ko'z qarashimda birinchidan biz tashkilotlar endi qanday deymiz 70-80 yildan yoq o'zgarmadik. Namoyishlar qilyapmiz. Chiqimiz shuarlarni to'laymiz, qaytib kelamiz. Lekin hozir dunyo taraqqi ketdi sun'iy aql va texnik jihatlardan ve bunda tiloji qilib qanday deymiz quruq shuar to'lash bilan bu yoshlarning hozir ko'ngli kelmaydi, tatmaydi ve uzoqlashib ketadi. Ve bizning o'zimizning Uyg'ur qiliqlari bilan buni qo'shib qo'yishim kerak deb ko'raman. Ayrimchilikdan, jutvorchilikdan biz yoshlar hozir masalan chet elda bo'lgan yoshlar deymiz yoki har qanday yoshlarni o'zimizdan yiroqlashtirib qo'yamiz. Nerede bo'lsin, nerede cho'ng bo'lgan bo'lsin, qaysi tilni paranglisi bo'lsin,
Uyg'ur, Sharqi Turkistonlik degan biz bir vatandan shuning bilan birlikka kelib, yoshlarnimi aramizga ilib, yoshlarning gapini anglashimiz kerak. Chunki biz bilmaydigan nurg'un yoshlar bo'lishi mumkin tig'i. O'zining qanday ideyasi tig'ini biz o'ylab boqmagan tig'im yaxshi ideyalar bo'lishi mumkin. Lekin ular zodi bizni uni anglamaydi. Biz tashkilotda meni jiddiy olmaydi deb yaqin kelmasligi mumkin. Gollandiya va boshqa davlatlardagi Uyg'ur yoshlariga rais sifatida tunji chaqiriqingiz nima bo'ladi? Men o'z ko'z qarashimda yillardan ko'rib o'tgan, tarixdan tatib bo'layotgan narsa. Bu belki 70-80 hamda Uyg'ur deymiz, Sharqi Turkistonlik deymiz, butun Türk millatida deymiz. Bo'layotgan narsa. Biz birlik kilamayapmiz. Birlik kilaydi. Belki çoğunlarımızga vaqt o'tib ketdi. Lekin biz birlik kelmasak, biz mush yo'l bilan davomlashaveramiz. O'zgarmasak, vatanimiz Xitoy kafirining qo'lida qoldi, dushmanning qo'lida qoldi. Va biz chet elda taqilib oxiri yo'qolib ketishimiz bor. Shuningga birdan-bir qilgan chaqiriqim. Birlik kilayni. Nada bo'lsin, nada cho'ng bo'lgan bo'lsin, nada tug'ilgan bo'lsin. Agar men Sharqi Turkistonlik, men Uyg'ur desa, birlik kilayni. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugün Gollandiya Yaşa Uyghur Teşkilatı'da yüz bergen bu reis saylimi fakat bir addi Uyghur diasporası teşkilatlarının teşkilat rehberligi almashtırışı emas. Bu tarihteki rehberlikning bütünlay yangi avlodlarga topshirilishidagi tunji ro'shan voqea bo'lib hisoblanadi. Bugun dunyoning har qaysi joylarida nurg'un cho'ng xalqaro Uyg'ur tashkilotlarida bundoq jasur qadam texichi tashlanmadi. Rehberlik o'rnidagi turg'unliq, ichki krizislar va ishonch kamchiligi xalq orasida g'azabini kuchaytirayotgan bir mezgilda Yasha Uyg'ur tashkiloti bu saylam orqali xalqga umid ko'zini ochdi. Yoshlarga ishonch bildirish, rahbarlikni avlodlar orasida davomlashtirish bu faqat bir tashkilotning foydasi uchun emas, balki Uyg'ur davosining kelgusi uchun tashlangan muhim qadam. Bugungi bu saylam bizga shuni eskartidiki, umid texi o'lmadi. Uyg'ur jamiyatida yangilanish bor va kelgusi yanala bizning qo'limizda. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugünkü anlatışımızda Gollandiya Yaşa Uyghur Teşkilatı'nın 3. növbetlik reis sayılımı doğrusidagi mühim haber ve 2 nafar rehber bilen bolgan telefon ziyaretini sizlerge sunduk. Yangi rehberlik bilen bu teşkilatның Uyghur davası yolunda teximi küçlük qadam taşlashini tilaymiz. Anlavatqanыңlar Azad Sharq Türkiston radiosi xabarlari. Diqqat bergininglarga rahmat. Xayr xo'sh.